Bizning Anilanus kanalimiz homiyi bo'ling va sizning loyihalaringiz bizning videolarda namoyish etiladi. Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni ham bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku. Biz uchun esa yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Men o'yinda qishloq jetellardan foydalangan holda g'alaba qozonmoqchiman. To'xta, sen endi Rashtarni o'ldira olmaysan. Jetel qo'ysang-chi, hammasi yaxshi bo'ladi. Agar o'lsang, qayta tug'ilmaysan. O, rahmat. Yaxshi, kelinglar urinib ko'ramiz. Yaxshi, biz buni qildik. Xo'sh, qanday qilib men o'yinda qishloq jetellari sivilizatsiyasidan foydalanib g'alaba qozona olaman? Nima ham sodir bo'lardi? Yo'q, qurbaqajonim, bu safar meni sivilizatsiyamda g'alaba qozona olmaysan. Bu yerda nimangni unutding? Qanday jonimga tegdingizmi? Og'ridi. Qo'y, nimalar qilyapsan? Nima? Sen rosa ham meni o'ldirmoqchimisan? Unutding. Ay, meni qo'yib yubor, bo'shashaki tasodif edi xolos. Voy, og'riyapti. Qochishni bas qil. Jennerson, men tezda yashirinadigan joy topishim kerak. Balki shu yer. Qo'y, bu yerda qayerda yashirinish mumkin? Iltimos, yordam bering, men orqamdan Grox qo'lyapti. To'xta, o'zi bu yer qanaqa joy? Bu Groxing suyuqligi ishlab chiqariladigan fabrika. Mana bunda tatib ko'rishni xohlamaysizmi, janob? Menda bunga vaqt yo'q. Yo'q, qanday jirkanch. Siz Groxing suyuqligini jirkanch dedingizmi? Senga nima bo'lgan? Qo'y, bu yerdan sur. Qo'y, birodar, men seni hozir o'ldiraman. Kechirasiz, shunchaki men qochishim kerak. Meni Grox o'ldirmoqchi. Yo'q, to'xta. Bu Lord Grox. Qanday Grox? Grox, men hammasini tushuntirib berishim mumkin. Hech narsani tushuntirishing shart emas. Sen rosa ham endi Rashtarni o'ldira olaman deb o'ylayapsanmi? Aha. Endi meni qullarimdan biriga aylanasan. Xo'sh, server nimani kutyapsan? Tezroq mana bu qurbaqa basharani qishlog'iga aylantir. Ustimdan kulyapsizmi? Yanami? Men tayyorman. Agar o'yindan o'tishga harakat qilayotganingni ko'rsam, seni jazolayman. Sen buni uddalay olmaysan. Groxni o'ldirishga urinish unchalik yaxshi g'oya emas edi. Bu qayta hammasini qiyinlashtirdi. Lekin bu meni to'xtata olmaydi. Men bu Ender Ardarni yengaman. Bu yerni yaxshiroq o'rgangan ma'qul. Va mana bu yerdan boshlaymiz. Jennerson, sandig'imda nima qilyapsan? Yaxshimisan? Bu men uyim, bu yerda nima qilyapsan? Yaramas. Tinchlan iltimos. Bu yerdan yo'qol. Bo'ldi, yaxshi, mana ketyapman. Men ozgina ovqat yig'ishim kerak. Kechirasiz. Rostdanmi? Nimalar qilyapsan? Biz o'g'lim bilan bu fermani qurgandik. Sen esa uni shunchaki yo'q qildik. Yaxshi, men unda shunchaki o'g'ri bo'laman. Qo'y, bu o'g'rilik. O'zingizda bor hamma narsani tezroq chiqaring. Menda taxtali qilish bor va sizlar mendan qo'rqishingiz kerak. Tushundingizmi? Nahotki bu bola biz rosa ham qo'rqyapmiz deb o'ylayotgan bo'lsa. Sen juda hazilkash ekansan. Menda qurol bor, qani pullaringlarni chiqaringlar. Voy, bo'la. Bo'linglar, menga pullaringlarni beringlar, tunursida, tezroq beringlar. Men qo'rqyapman. Men juda ham qo'rqyapman. Oyim qani, meni o'ldirmang. U yosh bolani o'ldirdi. U haqiqiy kelba, unga pul bering tezroq. Qandaysa qurbaqajon, o'zingda bor hamma narsani ber. Birodar, mening inventarimda taxta qilishdan boshqa hech narsa yo'q. Jennerson, sen kambag'alsan. Men politsiyani chaqirdim. Barakalla, Richard. Qani ketdik. Bu yigitni hozir hibsga olishyapti. Birodar, tasavvur qil, boya agar u yerni men o'g'laganimda hozir meni qamoqqa olishardi. Xo'y, nega menga unday qarayapsiz? Men hech narsa qilmadim. Yaxshi, qo'limdan hech narsa kelmadi. Senda olmos bor ekan. Demak, nimadir taklif qila olasan. Ko'raylikchi. Bu yana qanday takliflar? Jennerson, men qandaydir narsa sotib olishim kerak va qanday qilib o'yindan o'taman? Menda yaxshi taklif bor. Yaxshi, bu menga yordam beradimi? Albatta. Qani ko'raylikchi. Ender portal narsalari bitta zumradga. Birodar, to'xta, hech qayerga ketma. Jennerson, uni qayerdan topsam ekan-a? Bizni uy yonib ketdi. Bu juda ham qayg'uli. Meni ishda bolamdan boshqa hech narsam yo'q. Dadajon, endi nima qilamiz? Buni eshitishdan afsusdaman. Menga qarang, sandiqda nima bor? Bu bizda qolgan hamma narsa. Qiziq, juda qiziq. Xavotir olmang, men sizga ko'p pul beraman. Rahmat, yaxshi janob. Nega bizning yagona zumradimizni oldingiz? Nega bunday qildingiz? Yaramas, bu yoqqa janob. Qo'y, Jeterjon, men zumradni keltirdim. Mashaqqat chekishga to'g'ri keldi. Bo'la qol. Men bu sivilizatsiyada aniq yutaman. Bu o'ylaganimdan-da osonroq bo'ldi. Politsiya, Groxing sivilizatsiyasida o'yindan o'tish mumkin emas.
O'yindan o'tishga uringaningni tan olishni xohlamayotgan ekansan. Biz seni yolg'on detektorida sinovdan o'tkazamiz. Nima? Birinchi savol. Sen o'yindan o'tishga urindingmi? Tih, albatta yo'q. Axir bu noqonuniy-ku. Yaxshi, ketishib ko'ramiz, rost gapirayotganmikansan. Qo'y, o'zing yasagan yolg'on detektorini ishga tushir. Mashina gapiryapti. U aldadi. Nima? Men aldamayapman. Jetelda shunday mashina borligini bilarmiding? Keyingi savol. Groks onasini yaxshi ko'rasanmi? Albatta yo'q. Aldayapti. Ha, men bunga ishonaman. Nima? Keringlar buni shunchaki unutamiz. Hoy, qurbaqajon, men seni o'yindan o'tishga urinayotganingni ko'rdim. Nima bo'ldi? Sen menga nimanidir ko'rsatmoqchimisan u? Xo'sh, mayli, qani ketdik. To'xta, nima uchun bu ishlamayapti? Sivilizatsiyada ishlaydigan faqat bittagina portal bor. Ishlaydigan bitta portal? Rostmi? U yerga qanday boraman? Yaxshi, o'yinni tezlikda bosib o'tishga tayyormisan? Ha, birodar, kel buni qilamiz. Men tushundim. Bu o'sha speedrunchilar-ku. Yigitlar, ko'ryapmanki, o'yinni bosib o'tmoqchisiz, lekin bu oson bo'lmaydi. Ha, nima haqida gapiryapsan? Bu oson bo'lishi kerak. Yaxshi. Yo'q, yigitlar, sizlar o'yinni tezlikda bosib o'tmoqchimisiz? Bu kim? Yigitlar, qo'ysangizcha, biz o'yinni bosib o'tishimiz kerak. Yo'q, jinoyatdan afsuski bunday qila olmaysiz. Ha, yo'q, o'zingni bos. O'zingni bos. Groks, qanday jonimga tegding, xudo haqqi. Ha, bu juda ahmoqona edi va men endi o'yinni bosib o'ta olmayman. Mayli, aylanib yurarman. Bu yana nima? Birodar, faqat bu aynan o'sha dema. Mayli, menimcha men shunchaki o'tira qolaman. Bu darsda biz ahmoq jetelar tilini o'rganamiz. Hoy, nega meni qo'rqityapsan? Nega? Siz nima, rostmanasiga mana shu tilni o'rganasizmi? Yo'q, men bunday qilmayman. Yaxshi, men buni yakunlayman. Men tushunmayapman. Nima deyapsan? Baliya, men bu o'yindan qanday o'tishni tushunishim kerak. Senga nima kerak, birodar? Menimcha u menga nimadir ko'rsatmoqchi. Va nega meni bu yerga boshlab kelding? Ha, kancha, sen o'zbekcha gapirmaysan-ku. Sen nimalar qilyapsan? Jetel, men Minecraft o'yinidan o'tmoqchiman. Menga yordam berasanmi? Barakalla. Qo'y, sizda men uchun pul bormi? Men uysizman. Bizda yo'q, kechirasan, birodar. Sizlar omadsizlarsiz, sizlarda hatto pul ham yo'q ekan. Nima, bizda omadsiz deysanmi? O'zingda qancha bor o'zi? Yolg'on gapirmayman-u, lekin strategiyang yomon emas. To'xta, sen nima qilyapsan? Nega meni pullarimni olding? Yetib ol, omadsiz. Qani orqangga qayt. Yo'q, bu endi faqat meni pullarim. Menda ajoyib g'oya bor. Biz bizning qutqaruvchimiz va xo'jayinimizga ta'zim qilyapmiz. Kechirasiz, men pullarni ehson qilishim kerak. Vau, qanday yaxshi inson, sizdan kutmagandik. Bir bo'lak boq, meni pullarimni qaytarib ber. Uysiz ehsonlarni o'g'irlayapti. Oy. Nima haqida gapiryapsan? Sen meni pullarimni o'g'irlading. Nega menga bunday qarayapsiz? Qaytaga u meni pullarimni o'g'irladi. Uysiz jetelga kimnidir o'marish nimaga kerak? Yo'q, u meni kuchugimni o'ldirdi va pullarimni o'g'irladi. Uysiz jetelga buni nima keragi bor? Mayli, jonimga tegdi, bu yerga kel. Meni urmoqchimisan? Ahmoq, uysiz jetel. Ofitser, bu nima? Men hech narsa qilmadim. Og'zingni yop, yaramas. Bizda kameralarda hammasi bor. Biz sen qanday qilib uysizni o'marganingni ko'rdik. Pullarni ber. Mayli, oling mana. Biz seni g'azabni boshqarish bo'yicha 3 ta kursga jo'natamiz. Bu zailda hech qachon ajdarni o'ldira olmayman. G'azabni boshqarish bo'yicha kursga xush kelibsiz. Birodar, umuman olganda menda g'azab bilan muammolar yo'q, tushundingmi? Bu eng ahmoqona kurs. Yaxshi, bugun biz asta-sekin boshlaymiz. Har biringiz o'zingizni tanishtirasiz va nega bu yerda ekanligingizni aytasiz. Qiyinga o'xshamaydi. Siz boshlaysiz. Yaxshi, salom, mening ismim Bob. Meni bu yerga kichkina jetellarni zo'rlaganim uchun yuborishdi. Nima?
Ha, bu juda qiziqarli ish. Yana ular juda kuchsiz va ahmoq. Qo'shilaman. Yaxshi, kel endi seni eshitaman. Sening isming nima? Ayta qol, shakarim, nima uchun bu yerdasan? Yo'q, faqat bu yigit emas. Men bu yerdaligimning sababi migratsiya soliq to'lashdan charchadim. Bu jahlimni chiqaryapti. Bu sivilizatsiyada taqiqlanishi kerak. Axir qanday qilib bolalarimni boqaman? Jonimga tegib ketding, o'zingni bos. Agar sen soliq to'lasang, demak omadsizsan. Orenikiga sur yaramas qurbaqa. Nima deding? Quralim yo'qligi seni omading bo'lmasa ko'tingga tiqardi. Qurbaqajon, seni navbating. Men Qurbaqajonman va ana bu uysiz yigitni ko'ryapsanmi? Men uni omardim. Vau, bunga qanday qo'ling bordi, Qurbaqajon? Nima? Bolaginam, unga o'zing qararsan. U nima? Telbami? Bu yerda kichkina shitlarni uradigan yigit bor. Voy, nima qilyapsan?